Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkita mahsulot xarid qildik va bular mahsulotlarni ochib ko'rsataman sizlarga va nimaga qanday effekt berishini ham albatta keyingi videolarga qo'yib chiqamiz. Bu birinchi mahsulotimiz bu kreatin, ya'ni kreatin monogidrat. Ya'ni bu bizga kuch beradi. Bizni musobaqalarda va o'zimizni trenirovka mashg'ulotlariga juda kuchimizni o'zimizga yig'ib beradi va muskullarga ma'lum miqdorda suv yig'ib berishga ham yordam beradi. Shu bois monogidrat. Keyingi mahsulotimiz L-arginin. Bu L-arginin bizda qon tomirlarimizni kengaytirishga yordam beruvchi mahsulot. Bu va kreatinni ikkalasini qo'shib iste'mol qilganda juda katta effekt beradi va bu effekt berganini ham sizlarga video qilib albatta ko'rsatib beraman. O'zi bu mahsulotlarni ko'rsatib o'tamiz birma-bir. Xo'sh. Birinchimiz bismillahirrohmanirrohim. Ya'ni arginin mahsulotni ochamiz. Upakovkadagi yangi. Ochamiz. Uni ichiga qo'yamiz. Mana shu holatda yopilish uchun va ko'rib turganlaringizdek ichi kukun holatda. O'zining qo'shiqchasi bor. Ajoyib mahsulot. L-arginin 300 gram. Bu porsiyasi. Xo'sh, ikkinchisi. Ochamiz. Bu mahsulotimiz upakovkasidan ochildi. Kreatin bu holatda. Ana bu ham kukun holatimizda. Bu ham ajoyib mahsulot. Bizning sport klubimizga albatta bu vitamizatsiyalar 18 yoshdan keyin kattalarga maslahat beriladi. 18 yoshdan kichiklarga umuman mumkin emas. Va kreatin mahsuloti bizga kurashayotgan vaqtimizda juda katta effekt berishi uchun bu mahsulotimizni tarkibida bo'lgan moddalar yordam beradi va shu holatda sportchining natijalar erishish uchun albatta yordami katta. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va podpisatsiya tugmasini bosib doim kuzatib boring. Videolar bundan keyin albatta yana ko'proq va bular qanday ishlanishi, qanday effekt berishini ham albatta videolarga qo'yib boramiz. E'tibor uchun rahmat.